Bu nima material bu? Ash qattiq ekan-ku, ha? Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz sizlarga bugun obzorimizda siding PVH joki mahsuloti. Bugun sizlar bilan fasadni mahsulotlar bilan solishtiramiz. Travertin, metal siding bilan nima qulayliklari bor, например, joki fasadni materialimizda. Birinchidan bu rangiga 7 yildan 10 yilgacha garantiya beramiz. Buni ustida vinilовый покрытие bor. Bu nima degani? Bu degani agar fasadingizda rang o'chsa ham, bu однотонно o'chadi, и на глаз tushunolmaysiz, что rangi o'chganini. Ikkinchidan, например, travertin, metal siding bilan solishtirgan travertin bitta bir sezondan keyin уже rangi o'chadi. Bu ancha gibki, shu ko'rayotganingizda o'zini formasini tiklab oladi. Montaj paytida qiyshayib, zazorlari qolmaydi. Ikkinchidan, как ko'rganingizda mana pichoq bilan kesib ko'ryapmiz, liniyasi ham qolmaydi, hech qanaqa defekti ham yo'q. Yengidek turaveradi. Agar sizga ham shunaqa mahsulot kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqing.